Alloh Qur'onda, payg'ambar alayhissalom hadislarida va hayotlarida Rasululloh nima ish qilgan bo'lsalar, biling u go'zal ish. U ruxsat ish, u savob ish, u yaxshi ish, u zo'r ish. Rasululloh nimalar qilganlar, salom berganlar, alik olganlar, sahiy bo'lganlar, namozni vaqtida o'qiganlar, kamtar bo'lganlar, ko'chani iflos qilmaganlar, toza odam bo'lganlar, tishlari qo'llarini yuvib yurganlar, shirin hidlik bo'lganlar, xo'p, odil bo'lganlar, zulmkor bo'lmaganlar, jinoyat qilmaganlar, urmaganlar, so'kinmaganlar, g'iybat qilmaganlar, yolg'on gapirmaganlar, aldamaganlar, birovni haqqini yemaganlar, g'iybat qilmaganlar, birovni ayoliga qaramaganlar. Bu mana din shu, bo'l tamom. Shunaqangi amallar bor, qilsak savob, qilmasak gunoh yo'q. Masalan, salla kiyib namoz o'qisangiz savob, kiymasangiz gunoh yo'q. Misolda kiysangiz kiying, o'z kiymay qo'ying. Mana bosh kiyim bor bo'ldi. Kiysangiz savobi bor. U haliga 40 barobar, 70 barobar degan so'zlar yo'q. U yo'q narsa. Jamoatga 27 barobar savob bu bor hadisda. Degani 40 barobar bo'ladi, u yo'q, u ana hadis yo'q. Rasululloh kiyganlar, xo'p, kiyish ham mustahab amal. Kiysangiz yaxshi, kiymasangiz zarari yo'q.